bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas, dal hozirning o'zida. Qalbimizda faqat voz kechish va uzluksiz davomlashtirishdan iborat ikkili o'y bor. Ikkilanish bizning g'oyalarimizni yo'q qilguchi eng cho'ng o'g'ri. Qani quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. İki belican üzüp ketayotganda yana bir tal qeyri beliq kelib ularga boshlanishni turib ulardan xayrlik etgan yigitlar su qandaqroq ekan deb so'rabdi. Belijanlar yana birdam uzgandan keyin orasidagi biri zodil taqat qilolmay hamroyiga su degan qandoq nima u deb aytibdi. Bu hikoyaning muhim nuqtasi shuki, odatda ko'zimizga cheliqib turgan eng aqalli reallik va haqiqatlarni tushunish va bayqash eng tezki to'xtaydi. Bu nəhayət addi bir hukm. Lekin əməliyyatda gündəlik turmuşimizda addi hukmlar xuddi hayatımızga o'xshashla muhim bo'lishi mumkin. Sizlardek maktab bitirish oldidagi o'quvchilar nemining attigan turib kashf etib, turmush halakchiligida o'tib ketish ekanligini bilmaysizlar. Ko'p qism Qur'onga yetgan kishilarning gündəlik turmushi odatda o'qish bitirish nutqida tilga ilinmaydi. Zerikishli xizmat, ilojsizlik va o'ngsizliklarmi shundaq. Tövəndə oturğan ata-analar və çoğlar mening hamda nemi to'g'risi so'zlaydiganligimni cho'qim bilib bo'ldinglar. Masalan, bugunni Qur'onga yetgan biraylarning normal bir kuni desak, siz atdigan o'rningizdan turibla oliy maktabni bitirgandan keyin topgan xizmatingizga borasiz. Xizmat o'rningizda 8 soatdan 12 soatgacha ishlab, herib, ichib, bir kunlik xizmatni tugatgandan keyin uyga qaytib ketib, ozroq bir narsa yeb, bir istakan qahva ichib, 1 soat atrofida dam olib, o'dulli yotqonga kirib uxlashni o'ylaysiz. Chunki at yana ishga bormasangiz bo'lmaydi. Lekin bu chaqda siz uyingizda yegudak bir narsa qolmaganligini esga olasiz. Chunki siz bir haftadan beri aldirash ishlagachga berib ko'ktat setib olishga vaqtingiz chiqmagan edi. Shunga siz endi ishdan tushibla mashinangizni haydab Talla bozoriga qarab yo'lga chiqsiz. Lekin dal qatnashning besiq vaqtiga to'g'ri kelib qolib, yo'lda qattiq mashina to'silib ketadi. Shunga siz mo'lcharingizdagidan xeyli uzoq vaqtda andin Talla bozoriga yetib borasiz. Talla bozoriga yetib borgandan keyin u yerda odamning nihoyat ko'pligini bayqaysiz. Chunki bu kishilarmi sizga o'xshashla butun bir kun aldirash ishlab, kechda ozroq vaqt chiqarib, lozimatliklarini setib olishni o'ylagan edi. Siz u yerga tezlik kirib tezlik chiqolmaysiz. Cho'qim bu yo'ruq Talla bozorida cho'gilab yurib, o'zingizga o'xshash herib alsirgan kishilar orasida mal harvingizni ishtirib o'zingizga kerak bo'lgan narsalarni izlashingiz kerak. O'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni olgandan keyin pul yig'ish o'rnidami odamning nihoyat ko'pligini bayqaysiz. Pul topshirish uchun tizilgan o'chratning uzunligini va oldingizda o'chratib turayotganlarning hong'iqib qarab turishlarini ko'rib, juduningiz o'rlaydi. Lekin siz ochig'ingizni misildab turgan pul yig'ichidan chiqara olmaysiz. Uning xizmat vaqti normadan eshib ketgan, turmushi oddiy ham zerikishlik. Buni bizdek taniq oliy maktabni bitirgan kishilar tasavvur qila olmaymiz. Oxiri sizga pul topshirishni o'tib keladi. Hisobotni qilib bo'lganda pul yig'ichi yana sizga qarab, kunlaringiz xushal o'tgay deydi. Garchi ovozi shundoq o'lik bo'lsa-mu. Ondan siz qo'lingizga narsalar silingan sulya xaltalarni hamisha bir tarafga qiyib ketadigan, ham g'ichirlab mangadigan qo'l harvisiga selib, bir to'xtab, bir minib, ming tasta mashina to'xtatish maydoniga kelasiz. Ondan yana mashinangizni haydab, asta mangadigan, kelangsiz SUV mashinalar bilan to'silib qolgan yo'ldan chiqib ketmoqchi bo'lasiz. Meningcha hammanglar bundaq ishni boshdan kechirib boqqan, lekin bu texnik kunlik turmushingizlarning bir qismiga aylanmadi. Lekin ishonimanki, kunlar o'tib, oylar o'tib, yillar o'tib, hamon bir kuni turmushingizlarning bir qismiga aylanadi. Turmuşda bunundan başqa yana nurg'un boshni og'irtadigan zerikishlik ishlar bor. Lekin ular muhim emas. Muhimi halqi odamni bezor qiladigan ushshaq-tushshak ishlar. Mana endi bizning tanlaydigan vaqtimiz bo'ldi. Chunki mashina to'silish va uzun o'chrat bizga o'ylangudek vaqt chiqarib berdi. Navoda men o'z engim orqali o'zimni kontrol qilib, bu kishilarga qanday pozitsiya tutishni va diqqatimni boshqa ishga markazlashtirishni bilmagan bo'lsam, har qatim nars kerak setib olganda ko'nglim cho'qim qattiq bearam bo'lgan va ichim siqilgan bo'ladi. Chunki mening biologik funksiyarim barliq ishlarda o'zimni markaz qilishim kerakligini, qo'rsig'imning ichib ketganini, erib ketganligimni va uyga qaytishning eng muhim ekanligini menga to'xtamasdan eslatib turadi. Shuning bilan men uchratgan barliq kishilarni o'zimga nisbatan bir to'salg'u deb o'ylaydim. Ham ichimda bular qanchalik nimalar edi? Qara, ularning asnayotgan, ang vaqtlarcha qarab turgan turqiga zodli odam siyaqi yo'qkan bularning. Ham shundoq adabsiz, safosiz, o'chratib turib ullik ovozda telefonda so'zlashgan, mushundaq nimalarga uchrab nasbasqinni qara meni deb o'ylaydim. Agar biz Talla bozorda yoki mashina haydayotgan yo'lda bundaq o'ylagan bo'lsak, hech qis yo'q. Chunki nurg'un kishi mana shundaq o'ylaydi. Bundaq o'ylash nihoyat oson. Chunki bu kishilarda bo'ladigan tabiiy inkas. Buni tanlash degili bo'lmaydi. Tabiiy inkasim meni kishilarga ilojsizlik va bizar bo'lish nazarda qaratqizdi.
men tabiatim tüpeyli аңсыз alda özümni merkez qilib olgan chig'imda mening ehtiyojim va tuyg'um mutlaq ustunlikni egallaydi. Lekin amaliyotda bu ishlarni boshqacha o'ylashga va ularga boshqacha ko'z qarashda qarashga bo'ladi. Masalan, qatnash to'silgan chog'dagi oldimizda to'xtagan mashinalarning egillari balkim burun eg'ir qatnash hodisasiga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Shuning bilan ular mashina haydashdan qo'rqib ketgan bo'lsa, psixik doktori ularga ham cho'ng, ham eg'ir SUV mashina setish taklifini bergan. Shu orqali ularga bexatarlik tuyg'usini his qildirishni o'ylagan bo'lishi mumkin. Talla bozor kichig'inglarda sizlar yana bu kishilarning menga o'xshashda oldirab, ichi titildab ketayotgandi, ha? Balkim bularning orasidagi ba'zilari meningdanmi taskunda yashayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylashni tanlasanglarmi bo'ladi. Men sizlarga axloq tarbiyasi beryotidi yoki cho'qim shundaq o'ylanglar deyotidi deb qolmanglar. Odatda hech kim sizlarni bundoq qilinglar yoki bundoq o'ylanglar demaydi. Chunki bundoq o'ylash oson emas. Buning uchun kuchli iroda va tirishchilik ketadi. Masalan, shaxsan o'zimmi ba'zida hargiz undoq qilolmayman ham o'ylayolmayman. Lekin odatda kallanglar sagaq chaqda ishlarga va kishilarga boshqacha nuqtadan qarashni tanlasanglar bo'ladi. Ko'zlari nursiz, keniq girim qilib olgan, o'chirib turib bolasini tillayotgan bu semiz xonim balkim odatda bundoq emas bo'lishi mumkin. Balkim u uda 3 kun tuzuk uxlamay, kasal azobida qiynalayotgan erining holidan xabar olgan bo'lishi mumkin. Yoki u qatnash organlarida ozg'ina muoshga ishlaydigan xizmatchi bo'lsa, balkim to'nog'in xizmat etishning o'rnida biror hodisani bartaraf qilib charchagan bo'lishi mumkin. Amaliyotda undaq bo'lmasligi mumkin. Lekin undaq bo'lishini tamoman mumkin emas degili bo'lmaydi. Qandoq o'ylash yanada o'zingizlarga bog'liq. Navoda siz butunlay tabiiy inkosingizga tayinib, nemining muhim emas, nemining ahamiyati bor, nemining ahamiyati yo'qligiga hukm qilsangiz, u chaqda siz menga o'xshash bu bearamchiliklarni keltirib chiqargan boshqa omillarni o'ylab o'tirmaysiz. Navoda siz ko'ngil qo'yib o'ylanishni o'rganib olsangiz, o'zingizning yana boshqa tanlashlaringizning borligini bayqaysiz. U chaqda dozaqdek issiqda, qistangchilikqa to'lgan, osti mengayotgan bu o'chiratni turib, sabr qilib saqlayolgudek kuch-quvvatga ega bo'lasiz. O'chirat saqlashmi sizga nisbatan bir xil ko'ngillik ishga aylanadi. Ham qalbingizda muhabbat, do'stlik, barcha mavjudotning birdaklik tuyg'usi paydo bo'ladi. Biz bu yerdagi birdaklik tuyg'usini haqiqat deb ta'kidlamoqchi emas. Bu yerdagi birdan-bir haqiqat shuki, har bir aylan o'zini kontrol qilishga, shaylarga qanday muomala qilishni va qanday qarashni belgilashga qodir. Mana bu haqiqiy tarbiya ko'rgan bir odamning o'zini tanishishni bilganlik sababidan erishgan erkinligi. Har bir aylan аңлы holda nemining ahamiyatlik va nemining ahamiyatsiz ekanligini, ham ishlarga qanday qarashni tanlasa bo'ladi. Mana bu haqiqiy erkinlik. Mana bu bir tarbiya ko'rgan odamning qanday tafakkur qilishini bilganlik. Aksicha, navoda аңсыз holda tabiiy inkosimizga tayinib, o'zimizni markaz qilib yashasaq, mahrum qilish yoki ba'zi bir pasiv narsalarga qarab qayg'urib o'tib ketamiz. Anlamoqqa bu gaplarim nihoyat zerikishli tuyulishi, odatdagi o'qish bitirish marosimida so'zlanadigan nutqlarga o'xshash kishining qalbini larziga solmasligi mumkin. Lekin bu men biladigan eng cho'ng qil sig'maydigan o'p-o'chiq haqiqat. Albatta qanday o'ylash sizlarning erkinliginglar. Lekin buni Laura doktor o'rgatgan deb turmanglar. Bu adab, axloq, din va odam o'lgandan keyin qanday bo'ladi deganlarga o'xshash cho'ng masala emas. Lekin odamning hayot chig'iga munosabatli ishlarlar ondan haqiqat hisoblanadi. Mana bu ma'rifning sizlarga o'rgatishga tegishli narsasi. Buning bilim bilan munosabati yo'q. Bu faqat kishilarning odatdagi engida bo'ladigan narsa. Hayotlikdagi haqiqatlar va muhim narsalar atrofimizda tursimi? Biz hamisha ularni bayqay olmay qolamiz. Shuning uchun biz har doim o'z-o'zimizga mundaq deb ta'kidlab turishimiz kerak. Suv degan mushu. Suv degan mushu. Mazkur video David Wallace'ning 2005-yildagi o'qish bitirish marosimida so'zlagan nutqidan elindi. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.